Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünüzü qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qənəmizdə qıtanlar ekranımızda olsun. Xitayning islom dinini xitoychilashtirish siyosati tunganlarga ijro qilinmoqda. Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan buyon davomlashtirib kelgan va sistemalik irqiy qirg'inchilik jinoyati ijro qilinishga boshlagandan buyon texmi kuchaytirilgan diniy bostirish siyosati Xitoy o'lkalaridagi tunganlarga o'xshamagan darajada ijro qilinmoqda. Yaqinda ijtimoiy taratqularda Beijing doiralarining islom diniga aloqador bir uqtirishi va buning ta'sirida Beijingdagi davlat universitetlarining maktab oshxonasida ko'rilgan o'zgarishlarga aloqador uchurlar tarqalib kuchli g'ulg'ula qo'zg'adi. Ma'lum bo'lishicha, Beijing Ma'rif komiteti bu yil 7-oyda maktablardagi milliy diniy oshxonalarni radlash uqtirishi tarqatgan bo'lib, bir necha kundan beri bu uqtirish chet eldagi ijtimoiy taratqularda keng tarqaldi. Mazkur uqtirishda Tungan qatorliq millatlar ko'p bo'lgan maktablarda faqat halol tamoqni ta'minlashga bo'lmaydiganligi, aralash tamoq ta'minlanishi kerakligi, musulmoncha oshxona, Tungan oshxonasi degandek atalg'ularni ishlatishga bo'lmaydiganligi bildirilgan. Aloqador xabarlarda ko'rsatilishicha, bu oyda o'qish boshlangandan keyin Beijingdagi Tsinghua universiteti, Beijing universiteti va boshqa ko'plagan universitet maktablarining oshxonalaridagi halol musulmoncha oshxona, halol bo'lmagan yemekliklarni akirishga bo'lmaydi degandek taxtay viviskalar elib etilgan. Xitoy Sharq Turkistonda tarixda misli ko'rilmagan diniy bostirish jinoyatini qattiq ijro qilayotgan bo'lib, atalmish islom dinini xitoychilashtirish siyosati navbatda Xitoy o'lkalaridagi tunganlarga farqli darajada ijro qilinib kelmoqda. Bu siyosatga asosan tunganlarning masjidlarining cheqilganligi yoki masjid qubbalari va munarlarining xitoycha uslubga o'zgartirilganligi, bir qism imomlarining tutqun qilinganligi, Qur'onlarning yig'ib olinganligi, oshxonalardagi halol deganga o'xshash arabcha xat va oyatlarning elib etilganligiga aloqador sin ko'rinishlari, suratlar ko'plab oshkorlangan edi. BDT umumiy kengashi yig'inida texmo ko'p davlatlar Falastinni e'tirof qildi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy kengashining 80-navbatlik yig'ini 22-sentabr Nyu-Yorkda chaqirilgan bo'lib, Falastin-Isroiliya masalasini hal qilishga aloqador ikki davlat chorasi muzokara qilingan maxsus yig'in o'tkazildi va Fransiya qatorliq texmo ko'p davlatlar Falastinning davlatlik salohiyatini e'tirof qildi. Mazkur alohida yig'in Fransiya va Saudiya Arabistonining boshchiligida tashkillangan bo'lib, Fransiya prezidenti Emmanuel Macron yig'inda so'z qilib, Fransiyaning Falastinni davlat deb e'tirof qiladiganligini jakarladi va navbatda G'azzadagi urushning hech qanday haqqoniy tarafi qolmaganligini ta'kidladi. Mazkur yig'inga Amerika bilan Isroiliya qatnashmadi. O'xshash kunda Belgiya, Lyuksemburg, Malta, Monaco, Andorra qatorliq Yevropa davlatlari Falastinni rasmiy e'tirof qildi. Oldingi hafta Angliya, Avstraliya, Kanada va Portugaliya Falastinning davlatlik salohiyatini rasmiy e'tirof qilgan bo'lib, buning bilan butun dunyodagi 193 davlatdan Falastinni rasmiy e'tirof qilganlar 150 dan oshdi. Xitoyda ko'plagan maktab va zavodlar taqaldi. Xitoy darajadan tashqari Ragasa nomli tayfun bo'ronining janub tarafga yiqilishiga ergashib, kam deganda 10 shaharda maktab va xizmat o'rinlarini taqashni buyurdi. Bu tadbirlar 10 millionlagan kishiga ta'sir ko'rsatib qolmay, yana Xitoyning ishlab chiqarish markazlari joylashgan keng rayonlardagi minglagan zavodning faoliyatini uzib qo'ydi ekan. O'lkalik jiddiy ishlarni bartaraf qilish idorasi seshanba kuni atiganda e'lon qilgan bayonotida Ragasaning 24 soat ichida Guangdongning o'rta va g'arbiy dengiz qirg'oqi rayonlariga yetib kelishining mo'ljallanayotganligini bildirgan. Ragasaning yiqilishiga ergashib, Guangdong bo'ron chapqin uchun eng yuqori darajalik jiddiy taqobil turish chorasini yo'lga qo'ygan. Hong Kongdagi havo rayi idorasining xabariga asoslanganda, tayfun bo'ronining soatlik sur'ati 230 kilometrga yetadi ekan. Texnologiya markazi Shenzhen 400 ming kishini tarqoqlashtirishni buyurgan bo'lib, shaharlik jiddiy ishlarni bartaraf qilish organlari qattiq shamol, yomg'ir, dengiz toshqini va kalkundan ogohlantirgan. Bayonotda jiddiy qutqizish xodimlari va xalqning turmushini kapolatga ega qiladiganlardan boshqalar xohlagancha sirtqa chiqmang deyilgan va tushdan keyin xizmat va bozorlarning taqiladiganligi qo'shimcha qilingan. Juhay, Dongguan va Foshan qatorliq boshqa cho'ng shaharlarmi
faoliyatlarini to'xtatish tadbirlarini yo'l qo'yganlarning qatoridan o'rin oldi. Ragasa hozir Janubiy Xitoy dengizida ilgirlayotgan bo'lib, u ilgari Filippinning bir qism joylariga hujum qilgan. Bo'ron sababidan bir odam qazo qilgan edi. Xitoy televiziya stansiyasi CCTVning xabarida suv yo'lining shimoliy qismi Tayvan bo'g'ozining janubiy boshi qanali va Guangdongning dengiz qirg'oqi atrofida faoliyat olib berayotgan paraxodlarning bexatarlikka diqqat qilishi kerakligi bildirilgan. Suriya Tashqi ishlar ministri Amerika amaldorlari bilan ko'rishdi. Suriya Tashqi ishlar ministri Asad Hasan Shaybani Washingtonda ziyorati bo'lgan bo'lib, bu 20 necha yildan buyon Suriya Tashqi ishlar ministrining tunji qitimliq Amerika ziyorati hisoblanadi ekan. Amerika Moliya ministrligining bildirishicha, mazkur ministrlikning amaldorlari va Tashqi ishlar ministrligining amaldorlari Washingtonda Suriya Tashqi ishlar ministri Asad Hasan Shaybani bilan suhbatlashgan. Moliya ministrligining payshanba kuni X-betida e'lon qilgan bayonotida ministrlik terrorlikni mablag' bilan ta'minlashga qarshi turish bilan bir vaqtda iqtisodining mas'uliyatchanlik va bexatar holda yer shari pul muomala sistemasi bilan bir gavdalashishini amalga oshirish uchun Suriya bilan yaqindan hamkorlashadi deyilgan. Yig'inga Amerikaning Turkiyada turishliq bosh elchisi va Suriya alohida vakili Tom Barak, Moliya ministrligining yuqori darajalik amaldorlari, Suriya Tashqi ishlar ministrligi, Amerika siyosiy ishlar idorasining mudiri Qutayba Idlibi va Shaybani vakillar o'makining boshqa a'zolari qatnashgan. Suhbatda Suriyaga qo'yilgan Qaysar embargosini uzun muddat amaldan qoldirish muzokara qilingan. Ma'lum bo'lishicha, embargolarning ko'pinchisi Bashar Asad hukumatiga ichki urush mazgilida o'tkazilgan urush jinoyatlari sababidan yo'l qo'yilgan 2019-yildagi Qaysar Suriya fuqarolarini qo'g'dash qonunidan kelgan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.